شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصني الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصني الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz ilgirki derslerimizde Sure Fatiha'dan Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahmanir-Rahim degan 3 oyatni, yani Bismillah'ın eğer Elhamdü okuş olsak 2 oyatni biz tefsir qilib o'tgandik. Bugun tefsirisini o'qimoq bo'lgan oyat Malik yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degan Sure Fatiha'nın 4 ve 5 oyati buludu. Bu kitabımızın 67. betiga to'g'ri keladi. Malik yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ilgirki oyatlar bilan qo'shib tarjima qilsak, jami hamdu sana madhiya olamlarning Robbi bo'lgan Allohga xosdir. Allah nihayet şefkatlik ve mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Biz Allah qila ibodat qilamiz. Biz sana ibodat qilamiz ve sendilla yordam tilaymiz. Mushurundaki Malik yawmiddinni Maliki, yani Malik şekilde, Maliki şekilde iki xil o'qisak bo'ladi. Malik yawmiddin olgan vaqtida Qiyomat kunining egisi bo'ladi. Malik yawmiddin olganda qiyomat kunining podshosi bo'ladi. Ikki holatda ma'no to'g'ri. Bu haqda tafsirimizda mazmunlar beriladi. Qani biz tafsirimizga kirib boqayli, nimalar yushirilgan buning ostiga, qanday mazmunlar ko'z tutilyotdi, qarab boqayli. Abdurrahimahulloh deydi: "İza kanat kullu ni'amillahi tastahiqqul hamda." Yani Allah'ın bütün nimetleri hamdu sanaga layiqlik bo'ladigan ish bo'lsa, Qiyomat kunining egisi olgan zot uningdan büyük hamdu sanaga loyiq. Biz ilgirki oyatlarda Allohning ne'matlarini turlik bergan nozu ne'matlarini sanodik. Bizga bergan imtiyoz imkoniyatlarni sanodik. Shu tufaylidan Alloh subhanahu va taologa hamd aytishimiz kerak ekanligini tilg'ab o'tdik bo'lsak, bugungi darsimiz tilg'aringan Allohning qiyomat kunidagi hisob jazoning egisi ekanligini tilg'alayapmiz. Bu yani Allah'ın texmi büyük hamdu sanoga loyiq ekanligini ifodalayapti. Chunki hisob kunisi bo'lmaydigan bo'lsa, dunyoda insonlar qiladigan ishlardan hisob beradigan bir kun bo'lmasa, dunyoni yomonlikqa to'shtirib o'tgan kishilar ular qilgan ishlarga qarta jazolanmasdan qutulib qolmamdi. Dünyadaki nurgun menfaatlerden özünü mahrum kılıp, ibadetlerini, buyruqlarını çın tutkan, Allah'ını razı kılmen dep kılgan kişiler dünyada haplık dağıtkan, capa dağıtkan bulup kalmamdı. Ama bu yerde bir hesap günüsü var. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala Malik yevmiddin, yani kıyamet gününün ikisi o. Bütün mevcudiyetke bir tanpunluk iqtidarını, sübutini verdi. Bütün mevcudiyetlerini tampon kıldı. Yani kıyamet gününün bu iqtidarcılığı, bu padişahlık olsa del aciz mezlumlarını himaye kılgan bir ahval. Hakkını Allah'ın kainatında kaldırıp mevcut kılgan bir ahval bu. Kıyamet günüsü var. Bunun ilgisi Allah dünyadaki hukukdarlar, puldarlar veya ki dünyada üzünü bilmegen insanların ya ki şunda saltanatlarını başkuruvatkan imparatorlarının kıyamette hiç hukuku bulmaydı diyen bu ideya kişilerini başkaları zulüm kılışını tutup mezlumlarını himaye kılıvatkan neyse bu.
Yani dünyanınki bir ormanga aylanıp, jangalga aylanıp, güçlükler, acizlarga hücum qiladigan, zalim, mazlumlarni yeydigan bo'lib ketishni cheklab turayotgan narsa, bu yerda bir oxirat deb bir narsa bor, bu yerda hisob deb bir narsa bor. Allah öz xalqini hisob oladi degan hukm dal dunyo qilib turgan narsa shu. Normal to'g'ri yo'lda mangan, to'g'ri istiqomatlik inson boshqalarga manfaat beradi. Chunki u Allohdan qo'rqadi. Har haq egisiga o'z haqqini beradi, boshqalarni afv qiladi, kechiradi. Demak, uning atrofidagi har kishi uning isl axloqidan va haq, adolat tarafdori bo'lib tug'anligidan manfaatlanadi. Ammo osi inson bu inson bilan jamiyat bir muncha jafo mushaqqatlarni tortadi. Onun şerridan saqlanib qolgan hech kishi bo'lmaydi. Onun zulmi yetmagan hech kishi bo'lmaydi. Unda bo'lgandan bir yaxshi odam bor, bir yomon odam bor. Buning oldida bularga to'g'rilanib, oldiga qo'yilib, sening qilgan yaxshi ishingning mukofoti bu. Yaxshi ish qilaman deb tortgan mushaqqatingning rohati bu deydigan. Sening qilgan zulmingning jazosi bu. Kişilerinin hakkını yavagallıkının cezası bu deydigan. Bir meydan bulmasa, bu meydan bulmasa, bunun tatkan cafası, bunun kılan zulmü özbeti kanmamdı. Şonlaşka Malik Yevmiddin degini del mizan. Tanfonlaştırdıgan mizan. Anı zulmüdün aşkılı koymaydıgan. Manı zulmü uçurmaydıgan kılıdıgan mizan ölçem del Malik Yevmiddin'dir. Siz bilirsizki dünyada askerlik qilgan odam o'zining askerligini yoki u odamni oxirat kutib saqlaydi. Uning mayli kuch-quvvati, nufuzi qanchalik bo'lsin, u undan qutlanmaydi. Mushu nuqtadan siz Allohning adolatining har zolimga yetadiganligiga to'liq xotirjam bo'lasiz. Bu jihatda sizning qalbingiz orom topadi. Sizga zulm qilgan birisi sizga nahaq zulm qildi. Siz onun nahaq zulm qilganligini bilasiz. Agar oldingizda qiyomat bo'lmasa, qiyomat ba'da bilmasangiz, siz ömür bo'yi qanday yashaysiz? İçiniz içib yashaydi. İçiniz qattiq og'rib yashaydi. Vicdanınız qattiq g'o'rludi. Ya onun ismi o'xshash zulm qilsangiz bo'ladi, yoki sukutdan o'lsangiz bo'ladi. Ammo siz shunda o'ylaysizki, qiyomat va oxirat va hisob va uning qilgan zulmi cho'qqum uni tutadi. Mening uçurgan mazlumluqim menga cho'qqum o'zimning tegishlik nasibasini apkirib deydigan bir xil qarash sizni rahatlatadi. Mana bu Malik Yevmiddindir. Onun ustiga Malik Yevmiddinning ikki xil qiroati bor. Bayat men deb o'tdim. Birisi Malik Yevmiddin, yana birisi Malik Yevmiddin. Ikki xil qiroat to'g'ri. Malik Yevmiddin olgan vaqtda qiyomat kunining egisi degan bo'ladi. Malik Yevmiddin olganda podshoh degan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zini Qur'onda qiyomat kunisining, hisob kunisining egisi deb sifatladi. Shayning egisi degan shunda xolis o'zi yolg'iz tasarrufot qiladi. Hech qanday bir shaxsning buning arilib olish huquqi bo'lmaydi. Masalan, men choponimga ega, mal mulkimga ega, mening uyimga ega, mushu narsalarning hammasida o'zim xohlagan shaklda hukm qilib tasarruf qilaman. Bu mening huquqim bo'ladi. Demak, qiyomat kunining izi demak, buning ma'nosi Alloh o'sha kunisida bandalarning ishlarini sababsiz shaklda, boshqalarning ta'siriga uchirmagan shaklda tasarruf qiladi. Allah subhanahu wa ta'aladan her şey bevosita keladi. Buningga hech kim aralashamaydi. Zahiriy shakl jihatda o'zim aralashamaydi. Ammo dunyoda zahiriy shakl jihat Allah bir qism egitarchiliklarni insonlarga bergan. Menga bir mashina berdi, mashina Allohning amaliyotda. Ammo buni shakl jihatda menga bergan. Bir davlatning raisiga bir davlatning huquqini berdi, egitarchiligini berdi. Şekil cihatte ameliyatı devlet Allah'ınki. Dünyadaki mülk hemmisi Allah'ın. Dünyada zahiri şekilde Allah başkaları bir iş var. Ama ahirette kıyamet günüsü halis Allah'ın. Hatta şekil cihatte mu yeni bir adamga hukuk tegmeydi, iqtidarchilik tegmeydi. Bu noktadan mesela biz dünyada manda bir ahval oldu. Bizga birisi zulm qilgan bo'lsa, bir ma'lum bir huquqlardan birisi, biz uningdan yuqoriroq o'ringa qo'yib arz qilmoqchi bo'lsak, shu huquqlar shundan qishda bo'lib qolsa, mening arz qilganimni o'qib qolsa, menga teximiz yansal o'tami, teximiz zulm qilib o'tami deb qo'rqimiz. Dal mushu qo'rqinchini yo'qotib Alloh deydiki, qiyomat kunisi xolis Alloh bu ishning egasi, bu ishning podshosi Alloh.
hech kimning o vaqtida siz qo'qqidek nupuzi qolmaydi. Hech kimning o vaqtida siz ansirgidek bir holatda qolmaydi. Bütün ishlaringizning hammani Alloh betaraf qiladi. Sizning uchirgan zulmlaringizning hammasining mukofotini xolis Alloh beradi degan uqumni ifodalaydi bu o'rinda. Shuningga ular Allah subhanahu wa ta'ala qiyomat kunini sifatlab da'vatdi. Kul kalla bal tukazzibuna bid-din da'vatdi. Bal tukazzibuna bid-din. Xuddi Allah subhanahu wa ta'ala insonni dunyoda hayotini o'tkazish uchun yaratgandek. Ammo oxiratda bir sabab yo'q. Dunyoning zohiristiki mulk Allohning xalqi odamga beradi. Qur'oni Karimda bu haqda Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya'ni mulkning egisi bo'lgan Alloh mulkni xalqan odamga beradi, xalqan odamdan oladi va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha. Xalqa odamni aziz qiladi, xalqa odamni xor qiladi. Biyadikal xayr innaka ala kulli shay'in qodir. degan oyatda dunyoda shakli jihatdan mulklar ma'lum odamlarning quliga tushadiganligini tilga olyapti. To'g'ri, mening uyim bor, uyim meningki, mashinam bor, mashinam meningki, membriyaning boshlig'i, u ham mening tasarrufatimdan bir davlatning boshlig'i, u ham mening tasarruf, hammasi shakli ahvollar dunyodagi. Ammo oxiratda masala tubdan bunga o'xshamaydi. Hech qanday odamning o'tirg'i tushish, vasita bo'lish, ma'lum bir sababga bog'liq bo'lish yo'q oxiratda. Ish xolis Allohning. Bu o'rindagi Allohning Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka degan tanzi'u degan iborati bizni bir nuqtaga diqqatimizni chekalaydi. Dunyodagi ma'lum bir kishi o'zining qo'l ostidagi mulkni tashlashni xohlamaydi. Men mashinamdan ajrab ketishni xohlamayman. Agar bir yerning boshqani o'qib qolsam, u huquqni tashlab qo'yishni xohlamayman. Lekin Alloh subhanahu va taolo uningdan irodasiga xilof shaklda irodasiga xilof shaklda tatib oladi. Dal mulkni Alloh xalqan odam tatib oldigini Alloh. Demak, dunyodagi mulkni Alloh berdi, Alloh evaladi. Bu yerdagi bergan evaladigan masaladan boshqa mulkning bizning qo'limizda turishi vaqtli shaklda hammasi shakli ishlar. Ammo shakaga vaqtida biz bir savol so'ray olamiz. Dunyo oxiratdagi mulk Allohning emasmi? Biz deymizki hammasdagi masala, har vaqtdagi ish Allohning. Lekin Alloh subhanahu va taolo biz digimiz keladi, ya hozir men tushuntirayotgan masala shu. Dunyo va oxirat ikkisidagi mulk Allohning o'zimi, lekin Alloh dunyoda shakli jihatdan ma'lum odamlarga huquqni, mulkni bergan. Ular Alloh bergan mulkdan vaqtliq foydalandi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ba'zi xalqlarini shunday izbosar qiladi. Ularni zamindagi ma'lum mulkka ega qiladi. Shunga biz Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloning bu haqdagi tuvandagi so'zni uchurutimizga alam tara ilallazi hajja ibrohima fi robbih an ataahu Allohul mulka. Ibrohim alayhisalom bilan Namrud o'tirsidagi suhbat masalasini tilga olgan Alloh mishada Namrudning mulkini Alloh bergan mulk deb sifatlamoq oyatda. Alloh mulk bergan deb tasvirlayotdi. Amaliyotda Namrudning o'zi hech o'zining ilohiyligini e'tirof qilmaydigan bir dinsiz. Demak, Namruddek bir huquqdormi Allohning bir vakili hisobda dunyodagi. Allah onun vakaleten ma'lum huquqlarni bergan nima, ammo u o'z huquqida zulm qildi, hadidni oshdi, dinsizlik qildi, Alloh qatorida o'zining jazosiga uchradi. Fir'avnmish va boshqalarmish bugungi kundagi o'zini cho'ng sanagan imperatorlarmi shu bugungi kundagi. Ya'ni Ibrohim alayhisalom bilan Robbi haqida munozir qilgani ilohiyatni inkor qilgan bir kafir. Ammo shunda turib uningdan mulkni ilvonmadi. Balki Alloh, ya'ni uning bevosita mulk degan iboratni ishlamadi padişah, balki Alloh subhanahu va taolo mulkni bergani deb iborat ishlatdi. Demak, Alloh o'zining ma'lum xalqini izbosar qilib dunyoning bir qism mulklarida, bir qism padişahliklarida ularni shakli jihatda dunyodagi ma'lum padişahlikka ega qiladi. Bunda deganlikning ma'nosi kishilarning igidorchiligi shakli demakchi. Kishilarning igidorchiligi shakli demakchi. Ya'ni bir inson padişah oldu. Padişahlık bu ega olgan padişah bo'lgan kishining o'zidan vujudini o'lab chiqqan emas. Bak Allohning buyrug'idan kelgan padişahlık bu. Agar o'zidan chiqqan bo'lsa, buning vujudidan chiqqan bo'lsa, buning
padişahlıqqa. Bu mengü qap qalatdı. Heç kim ondan padişahlıqni elib atmagan bo'ladi. Biz ko'rdik, hayatimizni ko'rdik. Yillab, 30 yillab, 40 yillab bir davlatni o'zi mo'l olgandek boshqaga odamlarga turmoq kirganini ko'rdik. O'lgunni ko'rdik. Xalq tarafidan tashlanganini ko'rdik. Xuddi axlat gibi etilganini ko'rdik. Bularning hammasini nima desa, bularning qo'lidagi mulk Allah bularga sınash uchun bergan vaqtlik masala. Meseleni biz çoğaytıp davatımız. Ama bu meseleni küçüklersek biz mi şu? Hatta üstümüzge kiyivatkan kim bunu ötkesi igemezmiz. Minivatkan maşinlerimizge igemez. Olturuvatkan öylümüzge igemez biz. Bunların hemmisi bizden diyen ibarelerin hemmisi şekli ibadetler. Yani bu şekli mülükte vel mulk zahir şekli mülükte bendile imtihan kılınıdı. Bendem demiş kılıdımış onda. İnsanlığı bolsun. Tağlık padişahlık dese padişahlık qartılmışsın nazar. En kichigi bizligi qadar. Bizning şu an yemekçi olan bir lokma tamaqımızga qadar bunun hammasi bizning emas. Bu Allah'ның. Biz bunu yeyish Allah tarafından berilgan bir imkoniyat. Bu Allah'ның bizga bergan bir sınıqı. Olturatqa uyimizmi şu faydalanayotgan bütün şeylerinin hammasi şekil jihatda bizga berilgandek qilgan bilan amaliyotda Allah'ningki feyuhasibuhumullahu yevmel kıyame. Allah insanlarını şu bergen mülklerine karşı imtihan kıldı. Bu kallımızdan çıkmasın. Yani qandaq tasarrufat kıldı. Şu bergen mülkte, şu imkaniyetler nemiş kıldı. Bunun hemmisini sorası kıldı. Şunun da insanlarını Allah imtihan kıldı ki zalim hakimge jim tudumu, ma'siyatni yaxshi ko'rdimu yoki zulümge karşı hak meydanda turdumu? Bunun hemmisini imtihan kıldı. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bizge bir vatkan mülklerinin hemmisini qanaqdır mo'la bir vatkan emas. İmtihan üçün bir adı joyida qila olsak bizde davom qiladi. Xuddi ilgirki darslarda o'qiganimizdagilar shakkartum la azidannakum. Eğer biz bu mülkning haqqini ado qilamisak, bu mülkni bizning qo'limizdan yanzi'u tatib oladi yani. Qur'onning iborati shu. Yanzi'u tatib oladi. Mundam emas, tatib oladi. Biz belgimiz kemisini oladi. Bu qonuniyat. Endi müşahede bir sual keladi. Allah insanın sinimizi bilmemdi. Yo'q, unda emas. Yani Allah insanlarını qanaqdır yaxshi ish qilganini, eski ish qilganini ayirish uchun, bilish uchun imtihan qilmaydi. İmtihan qilishi o'zlarini guvoch qilish uchun, o'ziga o'zidan isbot topirish uchun ishda imtihan qiladi. Qanaqdir qiyomat kunisi birisi kelib, "Ya Rab, agar menga mulkni bergan bo'lsang, men haq yo'lga ergashgan bo'lardim. Sening manhajingni yo'l uyg'unlagan bo'lardim, yo'lingdan menga bo'lardim" demisin deb har odamga cho'ngtu, kichikto bir mulk beradi. Aqallisi bir oila beradi. Cho'nglarga bir davlat bergan bo'lsa, aqallisi bir oila beradi. Kichik kartinasi bu cho'ng davlatninki. Mushu oilasi Allohninki qonunini, Allohning shariatini tatbiq qildimi, yo'qmi? Oilasi Allohning shariati bo'yicha mangdimi, yo'qmi? Mushuningdan so'riladi. Buning qanaqdir Allah bilmay yoki bilish uchun emas, balki o'zimizga guvohlik qilish qiyomat kunisi o'zingning no'ma'mallarga qarab baq, qilganlaringga qarab baq. Dunyoda o'tding-ku shu hayotda, yashading-ku, hammani o'z ixtiyoring qilding-ku, endi ko'mana deb bizni qiyomat kunisi to'xtatish uchun o'kti qo'pishning oldini olishni biz o'zimizning bir insonning mijozi shu ya, men qildim deb turib olamiz emasmi? Buni oldini olish uchun bu atqa ishlar. Hani bu yerda bir savol keladi. Allah subhanahu wa taolo har şeyni bilgan ekan, nimishqa imtihon qiladi? Biz deymizki, masalan, biz bu meseleni bizning zihnimizga bir yaqin qiladigan shakl, zihnimizga bir singdiradigan shakl bir misol keltiraylik. Valillahil masalul a'la. Allohga har doim har xil misollarni keltirish orqali tushundirsak bo'ladi. Biz bir universitet desak, dunyoning har qaysi taraflarida universitetlar va o'quvchilarga imtihon o'rinlashtiradi. Endi mushu o'quvchilarni o'rgatgan universitet ustozlari o'quvchining nim biladiganligini, bilim ma'rifatdan bilamdi bilmamdi. Bularning maqsadi o'quvchining ba'zi bir ilmga erishib olishmi? Albatta yo'q. Nimishqanda o'zi imtihon o'rinlashtirdi desa, imtihon o'rinlashtirishning sababi o'quvchi imtihondan o'tsa, imtihondan o'tolmay qolsa, kelib da'vo qiladi. Yo'q, men unda emasdim deb. Shuningla uningga javobini oldi o'qiydi, jimiydi. Agar imtihon o'rinlashtirilmasa, har o'quvchi o'zining birinchi darajaga loyiq ekanligini da'vo qilishi tabiiy ahvol. Imtihon olmasdan sen anda, sen bunda desa, xolos uni g'allasi tugamaydi, da'vosi tugamaydi. Imtihon olgandan keyin hammasi jimiydigan gap.
Allah subhanahu wa ta'ala Maliki yevmiddin deydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala muşu günge özü yalğız igi oludğan zat xalığanca tasarrufat kılıdı. Muşudan meliki desek, maliki demeyi meliki desek, yani bu vaqtada padişah degen buludu. Emdi malik ige degen buludu. Melik padişah degen buludu. Melikning manisi maliki qarğa vaqtda sel kengrek buludu bir noktadan. Yani meliki deyilse bu vaqtda malik tümü onun tasarrufatı malik tümü yuquruludu. Çünkü malik öz mülküde tasarrufat kılıdı. Lekin melik özünün mülküdün padişah degen özünün mülküdün tasarrufat kılıdı. Özünün g'ayrining mülküdün işlerini ibaralaydı. Yani başqalar igi bulayotgan başqalarning mülkini musadir qilish va yoki davlatga tavallug o'tkazish qatorliq qonunlarini chiqara oladi. Masalan, demak endi podshohning huquqi malikdan sal yuqoriroq bo'ladi. Har holda malik degan tariqada Allohning mulkidan chiqadigan hech narsa yo'q. Malik degan vaqtimizda shu ma'no ifodalaydi yana. Malik yevmiddin deganlar Allah subhanahu wa ta'ala şunu ispatlaydı berdin. Allah muşu günün igisiki şu günde hiç qandaq adam bununla kirişmasdan özü tasarrufat kılıdı. Şekli cihetten bozma hiç kim bununla kirişenmeydi bu işqa. Arılışanmaydı bu işqa. Melik huquq Allah, bunda deyil. Melik huquq Allah'ın tefsiri de aş günde Allah subhanahu wa ta'ala bir padişah bulup dünyada zahiri cihette ma'lum ishlar iki qilgan xalq masalasi haqida hukm chiqardi. Biz deymiz kimdi? Qiyomat kuni kelgan vaqtda na malik, na malik qolmaydi Allohdan boshqa. Allah malikimi Allah, malikimi Allah, undan boshqa hech gap huquqi, so'z huquqi, ish huquqi, hukm huquqiga sahibi qolmaydi. So'z sahibi, gap sahibi, hukm sahibi qolmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala muşurunda Malik yevmiddin yoki Malik yevmiddin qaysi bo'lsin, mushuna dish orqali bandilarni xotirjam qilmoqchi. Chunki ular ma'lum bir ma'lum igidor tarafidan ma'lum bir musibatlangan yoki ma'lum bir xafalık uchirgan yoki ma'lum bir podshoh tarafidan xafalık uchirgan bo'lsa, bularga zulm qilgan bo'lsa, qiyomat kunisi Allohdan boshqa malik bo'lmaydi, malik bo'lmaydi. Ya'ni siz anda olgandan keyin heliqi bizga zulm qilgan, bizga haddidan oshgan, bizning mol-mulklarimiz yoki jonimizga qasd qilgan heliqi malik yoki heliqi malik ahiretde Allah'ın işi ağırlaşamayız. Bu cihette biz intayin hatırcan bulunuz. Yani biz malik yoki malik yevmiddin degan vaqtimizda bu yerda birdan yevm deydigan bir iborat var. Bunun ma'nosi kun degan bo'ladi. Din deydigan bir iborat var. Bunun ma'nosi jazo, hisob degan bo'ladi. Endi yevm degan kun degan bizning normal istilohimizda, normal ifodamizda quyosh çıqqandan quyosh chiqqangacha, ya'ni 24 soat holatni bir kun deymiz. Bu biz astronomiya nuqtasidan buni bir yevm kun deb ataymiz. Ya'ni bugun quyosh chiqib, kelay quyosh chiqquncha, ya'ni 24 soatni bir kun deb ataymiz. Bu yerdagi yevmning ma'nosi hadisada yuz beradigan ma'lum vaqtning ifodasi bu. Endi mushada mufassirlar deyotdi, qiyomat kunning egisi degani. Mana bir nuqtaga diqqat qilinglar. 24 soatni ifodalayotgan kun bilan qiyomat kunsidagi kunning ifodasi o'xshamaydi. Ya'ni biz hozir shu bir kun chiqib, yana bir kun chiqquncha 24 soatni bir yevm deb atadik emasmi? Bir vaqtning ismi bu. O'tadigan bir vaqtimiz. Amaliyotda kecha kunduzda bir narsa bo'lmaydimi? Allohga nisbatan kecha kunduzda bir uqum bo'lmaydi. Vaqtimiz o'xshash. Mufassirlar deydi, qiyomat kunining egisi degani, din kunuz ishlarining egisi degani, din ishlarining egisi degani qanaqdir kun uqum bo'lmaydi u yerda. Chunki zarf zaman ma'lum bir ishga ega bo'olmaydi. Masalan, yerda qiyomat kuni desa, kun qiyomat ne o'z ichiga ololmaydi mana nuqtadan. Biz deymizki, merdagi kun deganni 24 soat deb o'lcharish insoniy iqtidor, insoniy tushunch o'lchami bilan shuna deymiz endi. Ya'ni biz zamonga biz ega emas, balki zaman bizga ega. Zaman bizni qorshab turadi, biz zamondan kontrol qila olmaymiz. O'tmish desak qaytara olmaymiz, kelgusi desak uni akilanmaymiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo vaqtni yaratgan. Biz zaman bilan kontrol qilinamiz. Biz zamonning ichida, shunga bizga nisbatan zaman uquvi bor. 24 soat o'tsa bizga bir kun o'tgan bo'ladi. Bizning hayotimizni bir kun qiritgan bo'ladi. Ammo shu zamanni yaratgani ham Alloh. Allah subhanahu va taologa hech zaman yoki makon cheklimi solmaydi. Malik yevmiddin degani bu qandaqdir bu yerda kunda bir cheklimiga uchirtish masalasi emas. Ya'ni uni o'rin yoki vaqt cheklimi solmaydi. Qur'oni Karimda
ve yesta'cilunke bil azab ve la yuhlifallahu va'dahu ve yevmen 'inde rabb ve inne yevmen 'inde rabbik ka'alf senetin mimma ta'uddun. Rabbinizning qashidagi bir kun, Rabbinizning nazaridagi bir kun sizlar sanayotgan 1000 yilga teng degani bu yerdagi hukm nima demak desa, Allohning vaqt hukmi bo'lmaydi. Allohga nisbatan vaqt cheklamasi bo'lmaydi. Biz kunduzi ishlab, kechasi orom olamiz. Quyosh patsa bizni bir şeylarga oldirdi. Quyosh chiqsa bir şeylarga oldirdi. Quyosh igilsa bir ishlarni qildirdi. Ya'ni vaqt bizni haydaydi masalan. Ammo Alloh bunday ish olmaydi. Alloh vaqtning xoliqi, vaqtning egisi, vaqtni kontrol qiladigan Allohga vaqt Allohni kontrol qiladi. Shuningdek, yawmiddinni bir nuqul, bir kun o'qimoq olib olsak, u vaqt qiyomat masalasi. Endi bir oyatda تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Bayatdan bir kun 1000 yıl dedi. Ama bir gün 50,000 yılga teng dedi. Demek ma ibaratlarda biz nima tushunamiz? Allohning nazarida kun deydigan narsa yo'q, vaqt deydigan narsa yo'q, soat deydigan narsa yo'q. Ya'ni Alloh kunning, oyning, yilning, soatning, sekundning, minutning cheklamasiga tushmaydi. Biz nima demak jonda bo'lsa desa, Malik Yawmiddindagi yawmni biz tushunayotgandek bir kun 24 soat o'qimadagi kun o'qima emas, balki shu vaqtni, o'sha qiyomat kunisi, qiyomat hodisalarini tushunsak bo'ladi. Ya'ni qiyomatdagi butun ishlarning sohibi Alloh. Qiyomatdagi butun yuz beradigan savol, hisob, jazolarning sohibi, egasi Alloh deb mana shaklda tushunishimiz kerak. Endi biz mushu ikki oyatni ta'ammul qilib o'ylangan vaqtimizda yuqorqi bir oyatda kunni 1000 yilga teng dedi, yana bir oyatda kunni 50,000 yilga teng dedi. O'ylangan vaqtida Allohning nazaridagi kun o'qimini tushuna olamiz. Allohning nazaridagi kun o'qimi bizning nazarimizdagi kun o'qimi emas. Bizning nazarimizda bayatligimizdagi 24 soat, Allohning nazarida anda vaqt had cheklimasi bo'lmaydi. Allohni o cheklimi uçurmaydi vaqt cheklimasiga. Bunda deyishimiz, Allah subhanahu wa ta'ala zamanni yaratgan zot. Şunaşqa bir saatlik bir kunni yaratalaydı. Ama dünyanın kunlariga o'xshash 24 saatlik kunni yaratalaydı. 1000 yillik kunni yaratalaydı. 50,000 yillik kunni yaratalaydı. Milyon yillik kunni. Bunun hammasi Allohning mashiatiga bo'ysungan ishlar. Allohning nazarida kun o'qim olmaydi, vaqt o'qim olmaydi. Alloh uning chekini, ammo biz uchraymiz uning cheklamasiga. 1 soat desa soat 4 o'ptimi, mangishim kerak. 5 o'pti yig'inim bor. Soat 8 o'pti ishdan tushay. Kech soat 10 o'pti men uxlay. Ertaga soat 4 o'pti o'rnidan turib namoz o'qay. Bu o'qim bizga bo'ladi. Biz uchraymiz unga. Alloh vaqt shuningdek yawmiddinni qiyomat kunisi degandan qiyomat ishlarininki, qiyomatda bo'ladigan butun ahvollarning egasi deb tushunish kerak. Endi yawmiddin Allohning ilmida mavjud. Bütün hadislar cennetde, dozaq mesela qiyomat kunisi degan gap yuz beradigan bütün ishlar bilan Allohning ilmida bor. Va shu kunisi hisob beradigan bütün xalqlar Allohning nazarida kim qanday hisob beradi bu bor. Alloh subhanahu va taolo shu kunning bo'lishini iroda qilgan vaqtda bu Allohning ilmidan o'tib xalqining ilmiga o'tadi. Ya'ni demakchi o'g'rimiz hozir hech kim o'qimaydigan bo'lishini, ammo Alloh qiyomatni bo'ladigan vaqtida hammalar bilamiz, ko'ramiz shu vaqtdagi ayni ahvolni. Shu so'ringa hozir bo'lamiz, biz nima ishlarni yuz beradiganligini bilamiz shu vaqtida. Bu masala bizmi biladigan yerga yetadi shu vaqtida. Meyli malaikalar olsun, insan olsun, cinlar olsun, hammasi biladi o vaqtida. Çünkü hammasi şu meydanga hesap berish uchun hozir bo'ladi. Demak, biladi shu vaqtida. Alloh bol deydi, Alloh yolg'iz holatda shu kunni yaratalaydi shu vaqtida, yaratdi. Alloh yolg'iz holatda shu kunning bütün taraflarini, doirasini, qanchalik darajada bo'ladi, qanchalik uzoqlikda bo'ladi, buning hammani Alloh belgilaydi. Biz zahiri shaklda kunduzi 24 soat deb belgilaymiz. Kecha kunduz deb ikkiga ayiramiz. Amaliyotda kecha kunduz degan hukm Allohga mavjud emas. Deyishimizning sababi shunday, yer sharining ustida kecha kunduz har doim mavjud. Bizga ham farq qilmaydi. Olam qorong'i tushsa kecha oldi, yo'rsa kunduz oldi. Voy atdigan soat 4 tong atdi, 5 tong atdi, 6 tong atdi. 5 kun patdi degan o'qim bizdagi o'qim amaliyotda zaminning ustida har doim kunduz va har doim kecha va. Nimishqa bu yer sharidagi kecha kunduz o'qimi bizga ham bo'ladi. Allohga nisbatan zaman o'qimi yo'q. Yer sharida har doim kunduz va kecha
davam mavjud deymiz chunki zimin harakatlanadi. Hamma bilan bilamiz buni, zimin aylanadi. Har harakat ma'lum rayondagi kunduzning oxirlashishi, yana bir rayondagi kunduzning boshlanishi bu hukmni hozir boshlang'ishning ballarını tushunadi. Hozir soat 8 da biz turayotgan rayonda tong otdi demak, yana bir rayonda 2 soatdan keyin otdi demak, yoki yana bir rayonda tush oldi demak. Taxminroq yerga olsak, hozir kech keldi demak bo'ladi. Bir rayondagi kechining boshlanishi, yana bir rayon kechining oxirlashi buni bilamiz. Masalan, biz turayotgan yerda hozir atdigan bo'lib, tong otgan bo'lsa, yana bir taraflarda kech olib, endi ular uxlag'ili tayyorlik qilayotgan bo'lishi kerak bo'ladi. Unda bo'lganda har lahzada, har minutda bir kun boshlanib, bir kun oxirlashayotgan bo'ladi. Chunki biz yer shariga Iroqdan kengri qarash mumkin bo'lsa, Iroqdan qarash mumkin bo'lsa, oldimizda to'pdaq qo'yib yer sharini Iroqdan keng ko'lamda qarasak, mayada kecha, mayada kunduz, mayada kecha, mayada kunduz, mayada kunduz, mayada kecha bo'ladi. Yer sharining har taraflari kecha kunduz bo'layotgan bo'ladi. Bir tarafdagi odam uxlayotgan, bir tarafdagi odam uyg'onayotgan bo'ladi. Demak, yer sharida hamma vaqt o'xshash, faqat insonlarga nisbatan sezim tuyg'usi bu. Insonlarga nisbatan sezim tuyg'usi. Ya'ni Iroqdan qarab baqqan vaqtimizda yer shariga, Iroqdan keng ko'lamlik bunda, Iroqdan oldin to'pni qo'yib qo'yganda qaragan vaqtimizda yer sharida kunduz tugamaydi, kechimi mangu tugamaydi. Davomli kecha, kunduz, kecha, kunduz, kunduz, kecha, kunduz, kecha. Demak, kun degan narsa, ya'niki 24 soatlik kun, manchagacha kecha, manchagacha kecha degan gap zimindagi ma'lum rayonlar nisbatan nisbiy hukm bo'ladi. Amaliyotda yer sharining ustida kun degan hukm har doim mavjud. Yer shariga umumiy qaragan vaqtda kecha kunduz mavjud emas. Faqat bizga nisbatan ma'lum rayonga nisbatan bo'layotgan. Endi biz dunyoda turib bunda tushunayotganda qiyomatda, ya'ni dunyoning prinsipi tugab, oyoqlashib, insonning aql idrokatining had hududi echilib, yana bir dunyo, yana bir olam başlanğan vaqtidagi ahvol tabiiy o'xshamasligini. Biz oyadagi Malik Yawmiddinni kun deb tarjima qilmasligimiz, uni shu vaqtdagi bo'layotgan hodisalar hammani o'ziga olgan shakldagi bir hukm bilan tushuntirishning sababi bu. Kundiga hukm hatto yer sharidimi mutlaq emas, nisbiy. Yer sharining ustiga chiqsaq ham, shuna qarasak ham, yer shariga umumiy nuqtadan qarasak ham, kun degan narsa mavjud bo'lmaydi. Hammasi kun, hammasi kecha, hammasi vaqt. Demak, yer shari tugab vayron bo'lib, İnsanlar kıyametde Allah'ın aldığı yığılgan vaqtda tabii ki bo'lmasligi aniq. Ham Allah xoliq olgan noktadan Allah'ni hech qanday makan, zaman cheklamasiga uchirmasligi bu tabiiy ahvol. Hamda biz yana gapimizni davom qilyapmiz. Biz shu Malik Yawmiddin qiyomat kunining egisi, butun haq, huquq Allah'ning ilkida, tasarrufat Allah'ning ilkida degan nuqtaga ketyapmiz. Allah mushu orqali bandlarini xotirjam qilmoqchi. Ularga dunyoda zulm etgan bo'lsa, qiyomatda zulm bo'lmaydi. Chunki kundagi buyruq hammasi, ish hammasi Allah'ning ilkida xolis, yolg'iz hech qanday bir sabab ketmaydi. Her insan dünyada adaletni topamagan bo'lsa, qisasni olamagan bo'lsa, oxirat uni kutyapti. Oxirat uni kutyapti. Allah'ның hayatı dünyada, Allah'ның manhajiga ergishib, o'zining ish faoliyatlarini kontrol qilgan insonga Allah bir kun bo'lib shu kun ustida o'zining ajr oladiganligini xabar qilyapti. Qiyomatning buyukligi dal sana jannatni beradi. O senden ütüp ketmeydi, sen mi onu ütüp ketmeyizdigini qandaq turib kirmey qaladigan agar loyiq bo'lib qalsan. Sen onunğa belgelensen, o kirmey qap qaladigan, yoki onun bileti tugab qaladigan, yoki bunda ahvol olmaydi. Xolis sen chuqum erishsa onunğa. Ma'lum bir adam, bir salihlardan bir adamdan qashiga kirgan bir kichik bir qissadan bir suva anglab o'taylik. Buni deganki, men bilmek isteyman, yani bilgim bor. Ben dünya ehlidim, ahiret ehlidim. Mening dünya ehlidim, yoki ahiret ehlidim ekanligimni bilgim bor deganmikin. Hele salih odam deydi, Allah o'zining bandlariga eng doim rahimdor bo'lib, ularning mizon o'lchamlarini o'ziga o'xshash insonlarning qo'lida qilmagan. Mening bahoyimni menga o'xshash odam berilmaydi. Meni taqvo, laqvo, fosiq, mu'min deb hech kim baholay olmaydi. Bu faqat Allohning ilkida. Her insanın mizanı, ölçümü haqning qo'lida emas, o'zining qo'lida.
Mana gap hayron qolarliqda. O'zining qo'lida odam o'zini o'lchalaydi. Yaxshi yomonmi o'zi bilalaydi. Qanday? Chunki sen kishilarni oldiy olaysan, lekin o'zingni oldiy olmaysan. Haqqa boshqa shaklda ko'rinalaysa, o'zingga boshqa shaklda ko'rinolmaysan. Demak, sening mizoning, o'lchiming, tarozang o'zingning qo'lida. Sen o'zing dunyo ahlidinmi yoki oxirat ahlidinmi o'zing bilalaysan buni. Yana qadam dedi, qanday bilalayman? Bu yaxshi odam buning zavqini turdi. Sana bir bu mal dunyo bir degan odam kirsa va sendin mal dunyoni sadaqa sifatida oladigan odam kirsa, sana birisi mal dunyo akafadi o'ga. Birisi senden sadaqa sifatida pulni ap ketdi. Sen ikkisining qaysi bilan xushal bo'lursan? Sana mal dunyo baga odamdan xushal bo'lamsa yoki senden sadaqa sifatida og'a odamdimi? Hali qadam kimdir? Yaxshi odam dediki, agar sana mal dunyo baga odam bilan xushal bo'lsang, sen dunyo ahlidan. Agar sen senden sadaqatni olgan odam bilan xushal bo'lsang, sen oxirat ahlidan. Chunki inson o'zi yaxshi ko'radigan narsani akab beradigan odamga xushal bo'ladi. Menga mal dunyo baga odam menga dunyoni beradi. Mendan sadaqatni olgan odam menga oxiratni beradi. Agar men dunyo oxirat ahlidan bo'lsam, men senden yoki mendan sadaqat olgan odam bilan xushal bo'laman. Yoki sen oxirat ahlidan bo'lsang, sendan sadaqat olgan odam bilan xushal bo'l. Sana mal dunyo baga odamdan xushal bo'lgandan bakroq xushal ol. Mana bu seninki dunyo ahlidanmi yoki oxirat ahlidanmi buni bilish tarozing o'lcham. Mush o'lcham bo'yicha o'zingning dunyo ahlidan yoki oxirat ahlidan ekanligini bilsang bo'ladi. Shunga chiqib ba'zi salaf solihlarning qishig'i sadaqa tilab, masalan, menga unda narsa lozimdi, bunda narsa lozimdi, sal qiynalib qolgandim degan gaplar bilan kirib qolsa, bir deytdiki, mening hasanatlarimni oxiratga ajrsiz, haqsiz ektigan odamga xo'sh muborak bo'lsin. Xo'sh kelsa, qarshi olaman degandek iboralar bilan qarshi oladi va uni intayin qizg'in qarshi oladi. Alloh subhanahu va taoloning demak bu yerdagi Malik Yawmiddin degan hukm bütün ish Allohning ilkida hech kimning huquqi yetmaydi. Inson shuni tayyorlab qilsin. İnsan özünü eng obdan biladi. Boshqalarga baholatmay o'ziga o'zi baho bersin. Alloh subhanahu va taoloning Malik Yawmiddin degan bu so'zi, Allah qiyomatning igisi degan bu so'z aqida masalalaridagi yomon katta bir masala bu. Aqida masalalaridagi buyuk bir masala. Chunki ma masala bizga boshlanishning Allohdan ekanligi, oxirlanishning Allah tarafiga ekanligini ifodalab beradi. Biz Allohdan keldik deganga ishondik, hamdagi Malik Yawmiddinga ishonsak, bizning nihoyatimiz, oxirlashishimiz yani Allohning ilkida ekan. Bizning oxirgi hisobni Alloh qiladi ekan deydigan bir hukm berdi bizga. Biz hammamiz Allohga uchrashganligimiz uchun inshaalloh hammadan uchrashimiz pasiq bo'lsin yoki mu'min bo'lsin, taqvo bo'lsin, laqvo bo'lsin, hammadan o'lib buningda hech kim shak qilmaydi. Hatto dinsizlarni o'ladiganligiga ishonadi. Undan keyin cho'qim biz shu kuniga ishongan bo'lsak, shu kunga xizmat qilishimiz kerak. Shunga mu'min hayotida bir ish qilsa, cho'qim kallasida Alloh bo'ladi. Allah onu qiyomatda hisob oladi deydigan hukm bo'ladi. Bu tufaylidan ishlarining hammasi diqqat qiladi. Xalq bilan qilgan muomalada diqqat qiladi. Xalqning g'aybatini qilgan vaqtda diqqat qiladi. Xalq bilan ilm birim qilgan vaqtda diqqat qiladi. Gap so'ziga diqqat qiladi. Ammo mu'min olmagan kishi ishlarni qiladi, qallasida Alloh yo'q. Bu haqda Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vallazina kafaru a'maluhum kasarab baqi'a يحسبه الزمعان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب." Yani Allah'ın kallasına sokmayı durup, kallasında Allah'ın oylamayı durup, kıyamet vaadiga hukmunu oylamayı durup kalan insanların işi xuddi yiroqdan ko'ringan hava ıssiq vaqt yiroqdan ko'ringan bir xil sarabga o'xshaydi. Qashqa kelsang yo'q. Qiyomat kunisi dal bu insonlar o'zining dunyoda qilayotgan ishlarini shunday his qiladi, shunday ko'radi, hech nima yo'q, esqatmaydi u narsalar. Demak, ular hech nima bir ishlarni qiladi, kapsida kallasida Alloh yo'q,
qiyomat kunisi shundoq bir tuyuqsizlikqa uchraydi ki Allah subhanahu va taolo onun kallasi bo'lmagan Allah baliqqa uchraydi. Allah'ın hisob olmaganligini ko'radi u qiyomat kunisi. Dunyoda kallasi yo'q diyor o. İşlarni qilayotgan vaqtda Allohga hisob beramiz deydigan hukm yo'q diyor uningda. Qiyomat kunisi bağlıdı Allah. Allah baliqni biladi o'sha vaqtda, hisob oladiganligini biladi. Mana bu buning tuyuqsizligi, shuning o'zi yetarli uningga nisbatan. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın en azından gibi kelsek, Malik Yevmiddin degeni dinning asosiy tarifi. Dinning asosi deyishimiz çünkü ahiretga ishonmagan odam xalqini qiladi. Oxiratda bir gap bor, hisobda bir gap bor deb e'tiqod qilsa, uni bilan qo'rqadi. Demak u oxirat yo'q deb o'ylagan tursa, e'tiqod qilsa, men bir gapni xato qilib qopdimi? Oxirat yo'q tursa uning kallasida hisob deydigan narsa yo'q deb tursa uning kallasida nimadan qo'rqsin u? Kimni deb dunyodagi ishlarini kontrol qilsin? Chunki oxirat yo'q bo'lgan ekan, bo'ldi, uning boshqa ishi yo'q uning. Mush dunyoda asa yeb olsa, o'ynab olsa, qilib olsa, kassat tugida uning ishi. Bu nimadan tortinsin, nimadan qo'rqsin? Kim uchun o'zining ish faoliyatlarini kontrol qilsin u? Amal dinning hammasi butun amal ibodat, butun yo'llar bilan oxiratda hisob bor degan hukm ustiga qo'yilgan. Namoz o'qiymiz, oxiratda hisob bor. Zakat beramiz, chunki oxiratda hisob bor. Ro'za tutamiz, chunki oxiratda bir yava. Haj qilamiz, chunki oxiratda bir yava. Rostga qilamiz, oxiratda bir yava. Haqning haqqini saqlaymiz, oxiratda bir yava. Bularning hammasi oxirat o'g'anligi uchun. Oxirat dinning asosiy qismi. Şoňlaşqa nurgun ayetlerde, nurgun hadislerde bu iman ifadesi kelgen ibaretlerde men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir vellezina yu'minuna billahi vel yevmil ahir bu şekilde Allah'a işengen ve ahiret günge işengen bu iki ibaret var. Bu dinin asası kısmı. Yani biz hemmeyle Allah'ın aldığı turduğun bir gün var. Hata qilgan hisob beradi, itoat qilgan mukofot ko'rishdi. Mana bu bizning iymon tasarrufotimizdagi hal qiluvchi hukm. Bizning ishlarimizni kesadigan narsa shu. Agar biz hisob beradigan kun bo'lmasa, nima deb namoz o'qiymiz? Nima deb ro'za tutamiz? Nima deb sadoqat qilamiz biz? Yaxshilarni qilamiz nima? Demak, osmon prinsipining harakatlarining har harakat, din qil degan har bir ish hiç kim qutlanmaydigan aşı gün asasida bo'ladi. Nimmish qil degan bo'lsa, ma din aşı gün asas qilib turib degan bo'ladi. Yani biz hammaylan tayyorlik qilish kerak bo'lgan shu kun asas qilib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu kunni mu'minlar uchun buyuk nijotlik kuni deb atadi. Yani biz yomon ko'radigan ishlarning hammaga sabr qilamiz. Allah yo'lida shahid bo'lish uchun jihad qilamiz. Miskin, fakirlarga yordam berish uchun pul mollarimizni chiqim qilamiz. Mushning hammani qildirg'ini shu kun. Yani buning hammaning asosi nima desa, nimaga tayinib turib qilamiz desa, bu yerda bir kun bor. Biz mushu kunda Allohning oldida turamiz degan shaklda qilamiz. İnşallah Allah amellerimizni qabul qilsa, shu kun bizga nisbatan xuddi Alloh atagandek yawmal fawz, yani nijotlik kunimiz bo'ladi bizning. Qutulish kunimiz bo'ladi. Endi Alloh bu kunni yana yawmiddin deb atadi. Qiyomatning yana bir ismi yawmiddin, jazo kunisi. Chunki har inson o'zi amal qilgan diniga qarata yoki zayo qilib o'tgan diniga qarata hisob beradigan kunisi bu. Dinga iymon etgan agashganlar mangulik cennette mengü qilish orqali mukofotlansa, dinni inkor qilib Allohning yo'llarini inkor qilganlar dozoqda mengü qilish orqali jazolanadi. Alhamdulillah, Allohga hamd aytishimiz kerakki, Allohning adli marhamatining ifodasi shaklida bir hisob kuni bor ekan. Chunki dunyoda zulm qilgan, haddidan oshgan kishilar dunyodagi azobdan qutulib qolishi mumkin. Endi bular dunyodagi azobdan qutulib qolganmish odamlar Allohning adolatidan qutula olamdi? Menga qutlanmaydi bular. Balki bular cheklik azobdan mengulik azobga o'tgan. Dunyodagi cheklik azobdan qutuldi, oxiratdagi mengulik azobga ketadi bular. Dunyodagi insonning qudrati bilan uchraydigan azobdan qutulib,
Ahiretdeki Allah'ın kudreti bilen berildiğin azap koyup ötkildi bular. Şunlaşqa mizanni asliga keltiradigan bir kun bo'lishi kerak. Hamma odam qilg'inni topshirib oladigan bir kun bo'lishi kerak. Zaminda buzg'unchilik qilgan, boshqalarga zulm sağan, jazodan qutib qolganlar jazolanadigan bir kun bo'lishi kerak. Belki Allah subhanahu wa ta'ala dünyadaki azaptan qutulib qoladigan bir insonlarni o'tirib chiqardi. Nurg'un insonlar nurg'un eskiliklarni qilib, nurg'un zulmlarni qilib, haddan eshib dunyodan ketadi. Azap hech qanday bir o'tirib chiqmaydi bu. So'zroq tortmaydi. Herkes o'ylamaganki, buningga yaxshi deb o'ylama. Buningga yomonmi? Yomonlik buningga. Chunki u cheklik azobdan mengulik azab o'tkalgan bo'ladi. Yaman ishlarni qiladi. Dunyoda jazosini cheksa, ish tugaydi. O'g'irlik qiladi, dunyoda qo'li kesilsa, ishi tugaydi. Nashayn ishlarni qiladi, dunyoda rajm qilinsa, ishi tugaydi. Oxiratga ketdi. Alloh mag'firat qilar. Ammo uning dunyodan qutulib qolgani uni uchun yaxshilik emas. Alhamdulillah, Allah din günüsünün egisidir. Biz bunun qarta Allah'a hamd aytamiz. Xalqining o'tirib yolg'iz hukm qiladigan shu Allah. Allah subhanahu wa taala o'zining mahluqotlarini hammasiga barobar muomala qiladi. Bu nuqtadan Allohga hamd aytamiz. Dunyodagi o'xshash insonlarning qo'lga tutqizib qo'ysa, haqsiz shaklda muomalaga uchrash ahvoli mavjud bo'lishi mumkin. Ammo qiyomat kunida hech kimning huquqi bo'lmaydi o'qingda. Limanul mulk al-yawm lillahil wahidil qahhar. Lillahil wahidil qahhar. Lillahil wahidil qahhar. Yani bu günüste, bu kıyamet gündeki hüküm, bu günüsteki mülk, bu günüsteki tasarrufat halis Allah. İnsanın bunun ardışı olmaydı. Takvalıkның asası del kıyamet günüsü. Bir adamның kalbide kıyamet tecelli kılganda, kıyamet günüsü aks etkende onun şerketi tabii hiç kim buyurmuş ama hiç kim onu kıl bunu kıldığımız mı özgüreydi. Bu takvalıkның asası. Biz Malik Yevmiddin'din ötkelgendin ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn keldik. Biz Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn yani sözü hakkında söz başlaştığından ilgili mühim bir mesele hakkında söz kılış doğru kılıyordu. Qaraş, körüş iki xil buludu. Birisi köz bilen körüş. Yani birisi iman bilen körüş, qalb bilen körüş oludu. Bu ikisi birisinden farklı. Közden körüş deganlik siz ko'zingizdan ko'rayotgan oldingizga bir narsa bo'ladi. Buningda iman masalasi yo'q. Siz men sana ko'rayotganligimni, oldimda ko'rayotganligimni ishonaman chunki men seni amr etdisini, men seni ko'rdim degil olmaydi. Sen ko'rding bu yezmet. Lekin imoniy ko'rish deganlik, sen oldingda g'ayib bo'lgan narsani amaliy ko'rayotgandek iman etish. Bu imoniy ko'rish bo'ladi. Ma görüş közlen kökendim mu cezmiyet bekrak keskin bekrak cezim mana şekilde bu çünkü o imani görüş pak görüş demek oludu. Bu nayet mühim bir mesele. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu deydi biz bir vaqt Resulullah'ın qaşida bir günüsü otura tuttuk bir hadis bu uzun hadis. Bizning qaşımızga kiyimleri ap-ak bir adam çıktı. Bunun da hiç seferinin tesiri yoktu. Aramızda hiç kişini tanımaydı. Yerlik miken desek bizim tanıydığı yok. Irak'tan geldi mi desek hiç sefer kılganda gelmez. Gelip Resulullah'ın kaşığı gelip tizini Resulullah'ın tizığı tirep otardığını oturuda paslı yok yani yakın otardı. Alqanı Resulullah'ın yutsuğu koydu yani tizinin üstüge koydu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İslam hakkında sözlep verdi Peygamber aleyhisselam. İslam degen la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb guvohlik berishing, namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish, qadrul alsang, haj qilish bu islomning ifodasidir. Halaqi kishi dediki, rost ekan. Biz hayron qoldik, ajab o'zi so'rab, o'zi Rasulullohni tasdiqlayotdi dedi. Dediki, iman haqida menga gapib bergan dedi. Peygamber aleyhisselam dedi, Allohga, malaikatlari, Allohning kitoblari, Allohning payg'ambarlari, oxirat kuni, qazo va qadarining yaxshi yomonga ishonsang, mana bu iman dedi. İmanning ifodasi dedi. To'g'ri dedi. Deb bo'lgandan keyin dedi yana, ihson haqida menga gapib bersang dedi. Deganki Peygamber aleyhisselam
İhsan demek yukarı derece. Şu imanda mı yukarı derece? Sen Allah ne? Gerçi kömsen mi Allah seni körüvatkan boğazga kögendek bir halat ibadet kılış dedi. Hele kış dedi. Fahbirni anis-sa'a. Kıyamet hakkında manga xabarsan dedi. Peygamber bu haqda so'ralgan men, so'gan senden olim emas. Yani men senden ortiq bir narsa bilmayman demakchi. Degandan hele kishi dedi, qiyomatning alomatlari haqida menga deb bersan degandan keyin payg'ambar alayhisalom didak o'zining xo'jayinisini to'g'idi. Ya'ni dunyodagi har xil ifodasi bo'lishi mumkin. Ata Allohga oqilik qilish ifodasi bo'lishi mumkin. Didak o'zining xo'jayini to'g'idinga balla ata onlarga xo'jayin bo'ladi degan bo'lishi mumkin. Yoki nədiki kishilar dunyoda xo'jayin bo'ladi degan bo'lishi mumkin. Yalang'och namrat odamlarningki qo'yib oqadigan podsho odamlarningki imoratlarda baslashib necha yuz qavat binolarni silayotganligini ko'rsa bu qiyomatning alomati dedi. Lekin ravi dedi bu odam ketib azroq tutuq payg'ambar alayhisalom menga dedi. Umar radhiyallohu anhuning gapi bu. Umar bayatni savol so'ragan kim bilamiz degan ekan Alloh rasululloh eng obdan bo'ladi desam bu Jibril sizlarga dininglarni o'rgatgili keldi dedi. Payg'ambar alayhisalomningki mushadisda bizga mushu qissada bizga maqsadli bo'lgan tarafi bu darsimizda ihson haqida so'rab haliqi kishiga Rasululloh bergan javobda bunday bir ibora bor. Anta'budalloha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Sen Allohni ko'rmasanmi, Alloh seni ko'radigan bo'lg'achqa Allohni ko'rgandek ibodat qilish da'votidir. Mana bu nima desa, mu'min nafsdagi iymoniy qarashning ifodasi. Her işte Allah'ını badep qarash, Allah'ını bad. Yani insan iman etgan vaqtida çokum her meselege imani qarashlan qarash kerak. Cennet haqida bir oyat o'qisa, xuddi cennet ahlining ne'matlanayotganligini ko'rayotgandek. Dozaq ahli to'g'riliq bir oyat o'qisa, dozaq ahlining badani qanaqlab qo'rilib xuddi dozaq ahlining azoblanayotganligini ko'rayotgandek bir xil holat bo'lish kerak. Dal bu yerdagi qiyomat masalasida Malik Yawmiddin desak biz buningga bir xil tasviriy shaklda xuddi qiyomatda hamma narsa ko'z oldimizda yuz berayotgandek, nomi a'molimiz oldiga qo'yilayotgandek, biz o'zimizning yomon ishlarining mukofotini matarafdan yaxshi ishlarimizning mukofotini matarafdan elayotgandek, yomon ish qilganlarimiz dozaqqa tushayotgan, yaxshi ish qilganlarimiz jannat kirayotgandek bir xil tuyg'u bilan iymon aytish iymonning eng yuqori tarafi. Yani bu ihson tarafi. Malik Yawmiddinmi shu asosda bo'lish kerak. Yani bu mazmun oxirlashmadi. Mazmunning oxirisi selbatda. Bugungi vaqt munosabati bilan mush yerda to'xtaymiz. Darsimizning oxirisini inshaalloh kelasi darsda davomlashtiramiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.